COVID-19 insoniyatga tashlab ketgan eng katta asoratlardan bittasi bu suyakdagi muammolar hisoblanadi. Ya'ni osteoporoz, osteoxondroz, osteonekroz, suyak yemirilishlari, har xil turdagi grizhalar. Shunaqa muammolar bor insonlarga quyidagi tavsiya kerak bo'ladi. 50 gram quritilgan bedana tuxumini po'stlog'i olinadi. Bedana tuxumini po'stlog'i kalsiy, magniy, sinki bor. Mol jelatini kerak bo'ladi. 50 gram bu kollagenga bor. Ikkinchisi sabelnik kerak bo'ladi. Bolotniy. Bu autoimmun proses, poliartrit, revmatizmlarda yallig'lanishni ketkazadi. Va qora andizni ildizi kerak bo'ladi. Bu to'qimadagi kalsiy moddalar almashinuvini yaxshilaydi. Hammasidan 50 gram olib turib, kukun shakliga keltiriladi deb mana bunaqa. Bir choy qoshiqni kechqurun qatiqqa, bir stakan qatiqqa ichilsa 2 haftada uje og'riqlar ketib, bir oyda juda ham zo'r natijalarga erishasiz. Sog' bo'linglar, sizlar bilan doktor Kamilov.